Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ayollarimizni ravziga olib kiryapmiz, hattoki kalaskadagilarni ham. Mana. Ko'rasizlarmi? Madina Munavvarada chiroyli ravzaga olib kirish jarayoni. Kimlardir yurolmayman yoki tavof qilolmayman, ravzaga kirolmayman desa, kirolida inshaalloh. Shuncha sharoit yaratib qo'yibdi Saudiya hukumati. Bemalol kelib, qo'rqmasdan bitta o'zingizni arabangizni tortadigan farzandingizni yoki qo'shningizni, o'zingizga bo'lgan ishonchli odamni olib kelsangiz, inshaalloh maza qilib ravzaga kirib chiqasiz. Mana, assalomu alaykum ya Rasululloh, assalomu alaykum ya Habibulloh. Inshaalloh manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Madina Munavvaradan ayollarni ravzasini olib kiradigan vaqtdagi holat. 1-oktyabr 2025-yil.